Neticeye erişishni umid qilamiz dedi. Xo'sh, natija bo'lmasa bo'lmaydi dedi. Demak, yomon yerdan tutilib qoldinglar, jo'ng'iliq apandilar. Yomon yerdan. Chunki kelib ketib suhbat qildi, o'qildi, kishilik huquq bu dedi, u dedi. Aqmaydi bu gaplar deydi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bir natija bo'lish kerak. Nima natija bo'lish kerak? Suhbatda nima natija? Janubiy dengizda nima natija? Tayvan masalasida nima natija? Tibetda nima natija? Bir natija chiqish kerak. Natija chiqmasa bu suhbatning hech qanday qadr qimmati yo'q deyapti Amerika Qo'shma Shtatlarining yordamchi davlat ishlar kotibi so'zin Toronton xonim. Demak, shuningda tahlil qilib kelsak, oxirida ishlar shunda kelyapti degan gap hamda uchrashish masalasida hozir Rais Xi Jinping Washingtonni emas, Germaniyadagi Berlinni yoki Myunxenni tanlab olgandek turdi. Men shuning ishini menki Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump apandi Amerikadami Prezident Trump Myunxendami, Berlindami, Germaniyadami, 3-chi davlatdami, ya'ni shu Prezident Trump, Rais Xi Jinping apandi. Siz Washingtonga kelib so'zlasangiz, sizni bize bir odam bo'lsa ketadigan ish yo'q. Yuraklik kelaverding, qo'rqadigan yeringiz bormi? Yo'q-ku. Unda qo'z kelavering. Nimadan qo'rqsiz? Germaniyada ko'rsangiz o'xshash Prezident Trump deydigan gapini deydi. Lekin biz avval qatamda so'zganliksimiz nima dedi? Ma gapning ochiq nuqtasi qarang do'stlarim. Bu qatam Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping Florida shtatida uchrashadigan bo'lsa, Amerika Jungo munosabatining 50 yillik kelgusini belgilaydi. Katta gap. Chaqchaq emas Rais Xi Jinping apandi. Xo'sh, ayni chaqda Mao Zedong bilan Zhou Enlai hayot vaqtida sobiq prezident Nixon Beijingga berib, Amerika Jungo munosabatining 40 yillik tarixini belgilagan bugungacha. 37 yil bo'ldi hozir, bugungacha belgilagan. Demak, hozir yuqorqi gapga selishtirsak, endilikda Prezident Trump 50 yillik Jungo Amerika munosabatini belgilayman degan bo'lsa, Nixon davri oxirlashdi. Bir davr oxirlashdi. 40 yil bir qana oxirlashdi. Endilikdagi siyosat nima? Amerika Jungo munosabati o'rtasidagi asoslar nima? Siyosiy asoslar nima? Ayni chaqda yakka holda birla aqida yoki birla tema markazi o'rinda turadi. O nima? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo birlashib sobiq Sovetlar hokimiyatini adablash. Hozir bundaq yakka tema yo'q. Bundaq yakka munosabat yo'q. Hozirgi munosabat mayli Xinjiang Uyg'uriston masalasi, mayli Tibet masalasi, mayli atalmış Jungoliklar aytayotgan Tayvan masalasi, mayli Shanghangda demokratiya masalasi, shundaqla oxirda yaqinda o'tirg'i chiqqan Janubiy dengiz masalasi bular xalqaro masalalar. Xalqaro temalar bu. Chunki millat masalasi diplomatik munosabat masalasidir. Bu deganlik cho'ng davlatlar o'rtasidagi talash tortish masalasidir. Cho'ng davlatlar o'rtasidagi ta'sir doira egallash masalasidir. Cho'ng davlatlar ko'ngil biladigan masaladir. Millat masalasi. Shuni bu xalqaro masala Rais Xi Jinping apandi. Gap hozir siz kelasiz, Amerika Qo'shma Shtatlariga Prezident Trump bilan suhbatga o'tirsiz. Bundan keyin ana butun dunyoni xo'sh qildigan bir xabar chiqqan bu yoq Rais Xi Jinping apandi. Ayni chaqda Mao Zedong bilan Zhou Enlai ular 28 yil qurolli inqilob qilgan davlat rahbarliyidir. Men mundaqcha deyotgan vaqtda ularda yurak bor edi va o'zini tutib ola oladi. Eg'ir besiq edi, tajribali edi. Sizcha Rais Xi Jinping